boyni bolasi. Yo'q, boyni bolasi emas, boy aka. Boyni bolasi menimcha bunaqa zanlarni olib turib ishlatishga hali menimcha aqli yetmasa kerak. Chunki yoshlik qilishi mumkin. Dadasini boy akani puli ko'p, opiti bor. Shuning uchun boy aka sizga murojaatim mana shu orqanda ko'rib turgan 22 sotikka tushgan 22 sotik umumiy maydoni 500 kvadrat binoni maydoni. Noturar bino sotuvga qo'yilyapti. Hozir men sizga to'liq ko'rsataman. Boy aka yana bir marta sizga borka orientir tushuntirib o'tib ketaman. Mana 55-maktab. Yangi bozor namunali uylar orasida. Bizda binomiz sotuvga qo'yilgan. Bino mana shu bino. 100% pishganishdan qurilgan. Noturar bino deydi egasi. Hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Hammasi chiki-puki. Xohlasangiz olasizda boy aka, bu yerda ko'ryapsiz uylar tushgan. Xohlasangiz borku, buni eniga borku boy aka, buni eng asosiy narsasi eniga uzun bu. Noturar bino, lekin buni dokumentlarini o'zingiz turar qilib olasizda, xohlasangiz chegarasi borku, men sizga aytib o'tib ketay. Chegarasi mana shu qumgacha, toshgacha. Fasad 44 metr, eniga 50 metr. Bu yerda siz borku bir qatorasiga menimcha bir 10 ta uy qura olasiz-ku. Men 10 ta emas, 8 ta 2 sotikdan qursangiz menimcha 8 ta uy bemalol ko'tarasiz. 2 etaj qilib. Chegarasi boy aka, buni chegarasi mana shu uygacha, egasini aytishi bo'yicha. Orqa tomonda mana 3 ta virmenkasi ham bor, 3 xonalik. Boy aka, mana bu orqa tomondan ko'rinish. Mana ko'ryapsiz, orqamda yana katta gektar joy yotibdi. U tomonga qarab ham uy qursangiz bo'ladi boy aka. Nari ko'chaga qarab turib. Yana bir 8 ta hovli u tomonga qarab. Bu tomonga qarab 8 ta hovli. Boy aka 16 ta yoki 20 ta hovli bemalol tushadi. To'g'ri, bu noturar, dokumentni ertaga o'zingiz turar qilib olasiz. Pul ko'p bo'lgandan keyin tanish-bilish ko'p bo'ladi. Bemalol dokumentlarni qo'ysa bo'ladi. Boy aka, bu 4 burchak yer. Eng asosiysi boy aka bu narx, to'g'rimi? Sizga narx qiziq. Siz shuni kutib o'tirsiz, men qachon narxni aytaman. 109 ming ataga narx so'ralyapti. Bunaqa yer uchun boy aka 109 ming menimcha arzimagan bo'ladi. Pastda egasi raqamini qoldiraman. Menga podpiska bo'ling, like bosing, kommentariy yozing. Boy akalar ko'rsin. Bu bino faqat aynan boy akalar uchun.